bizning do'stimiz. U biz bilan futbol o'ynaydi. Amirxon ijara yashashga qiziqadi. Hammamiz ahilmiz. O'g'lim boshida ancha xarakterlari ham boshqacha edi. Maktabga nisbatan umuman o'qishga ishtiyoqi bo'lmagan. Shu maktabga kelganidan keyin o'rtoqlarim bilan qo'shilib, ular bilan o'ynab, darslarga ancha qiziqish ortdi. Avval sportga, robototexnikaga o'qishi bo'lardi, lekin shu maktabga kelib, o'qituvchilarni, pedagoglarning yordami bilan ancha o'zgarishlar bo'ldi. Davlatimiz tomonidan shunday imkoniyatlar berilganligi uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ona sifatida farzandlarimizga doim ko'makdosh bo'lib, yonida turamiz.